$180,000 qarz bo'lib qoldik. Katta rahmat aytaman ularga. O'zingni tasha, o'zingni osvor, o'zingni bir balo qivor deydi. Limon choy damladim, bola ulgurmayotganida. Lekin bitta narsa, ideal hayot hech qachon bo'lmas ekan. 31-mart 28 yoshga to'ldim. Hayotda 28 yil yashab bilgan narsam shu bo'ldiki, hech qachon to'xtamanglar. 2022-yil Asha Chicken House 9 ta filial qildik. Keyin Kavsar milliy taomlari 350 kishilik milliy taom ochdik. Hammasi zo'r edi. Chicken House bitta filiali 30-35 million so'm savdo qilardi bir kunda. Juda men hali tasavvur ham qilib ko'rmagan pulimni topdik o'sha payt. Alloh sinov berib 2022-yil shu bizneslarni boshlaganimizdan keyin 1,5 yil o'tar o'tmay $180,000 men hali u pulni qo'limga butun qilib ushlamagan edim. $180,000 qarz bo'lib qoldi. Yo'q joydan. Allohning sinovi endi. Alhamdulillah orqada qoldi shu kunlar. O'tib ketdi. Men o'tmaydi u kunlar deb o'yladim. Realni o'sha paytlar qanaqa o'tdi o'zim bilaman. Jasur o'rtog'im biladi. Sherigim Chicken House'da shu ideyani menga bergan do'stim 50-50 inshaalloh bilan birga jannatlarga kiramiz. Shu do'stim bilan bosib o'tdik, yana ochdik Chicken House'ni. Qildik yana Alloh baraka berib, hozir o'zim limon choy damladim, bola ulgurmayotganida odam ko'p maza qilib ko'rib realni. Men shukr qilaman. Har bitta sekundimga, har bitta holatimga shukr qilaman. Rostdan oshinglarga qanaqa qiyinchilik kelsa, kulfat kelsa, sinov kelsa, shukr qilinglar. Ey Xudo, shuni yetkazganingga shukr deb. Lekin bitta narsa, ideal hayot hech qachon bo'lmas ekan. Ideal hayot bo'lmaydi. To'g'risi men oxirgi bir hafta 5 kundan beri o'zimga o'zim havas qilyotgandim. Gap yo'q. Alloh o'zingga shukr. Qara shunchalik hamma narsani iziga tushirib yording deb o'zimga o'zim havas qilyotgandim. 1 soat oldin unaqa vajli narsa emas u. Bu 1 soat oldin yaqin insonimni bitta dona so'zi tufayli bo'ldi. Uje o'zimga bo'lgan samatsiyam ham tushib ketdi dajida. Mayli unga chuqurlashmaymiz. Men aytmoqchi bo'lgan narsam ota-onam, singillarim, buvlarim, dodam, ammalarim, kenilarim, tog'alarim, jiyanlarim mana mashina uchun men yashashim kerak. Mashinalari duosi bilan shu yoshga kirdim. Katta rahmat aytaman ularga. Men bunaqa post qo'yish xohlamas edim, lekin bilinglar, hammada qiyinchilik bor, hammada sinov bor. Hech kimda ideal hayot yo'q. Lekin o'shalar kelganda, shayton qulog'ingizga o'zingni tasha, o'zingni osvor, o'zingni bir balo qivor deydi. Hammaga keladi bunaqa fikr. Menga ham kelgan. O'sha payt quloq solmanglar. Dalsh bosinglar, dalsh harakat. Allohga tavakkal qilinglar, harakat qilinglar. Alloh beradi. Beradiki, shu bandam harakat qilyapti-ku deydi. Oilasi uchun harakat qilyapti, o'zi uchun, o'zining kelajagi uchun harakat qilyapti. Shunga bering deydi. Beradi. Men $180,000 qarzga kirganimizda men u kunlar bo'ldi, o'tmaydi, shun bilan sinding Doniyor, tamomsan bo'ldi. Shet ekan oxirgi manziling degan edim shu 2022-yil. Alhamdulillah, Xudoga ming qatr shukr bo'lsin. Alloh orqada qoldirdi. Qarzani yopdik. Mana shu hammasi yaxshi. 3 ta filialimiz ishlab turibdi. Mana ertaga o'sha yana bitta yangi filial ochamiz. Xullas, yana bitta narsa, sizni sevganlarni tanlang. O'zingiz sevganni tanlamang, u sizni baxtli qilmaydi. Sizni sevganni tanlang. Sizni sevgan sizni baxtli qiladi.
Xullas, o'zim bilan teng, o'zimdan kattalarga aql o'rgatish niyatim yo'q. Unga ilmim ham, bilimim ham yetmaydi. O'zimdan kichkina ukalarim, singillarim hech qachon to'xtamanglar. Hayotingizda nimadir qiyinchilikmi? Dalshi bosinglar. Umuman to'xtamanglar. Hech kimning gapiga ham quloq solmanglar. Ayniqsa o'sha shayton kechalari, ayniqsa o'zingni bir balo qil, ertaga yana mana shu problema davom etadi, ertaga yana mana shunaqa bo'ladi deydi. Damingni ol deydi. Men dalshi bosaman, men kelajagimni qurishim kerak. Men oilam uchun zo'r sharoit qilib berishim kerak deb dalshi bosinglar. Umuman hech kimni eshitmanglar. Xullas, uzr, men hech qachon bunaqa post qo'yishni xohlamagan edim, lekin bilinglar, hech kimda ideal hayot yo'q. Sizlar prям havas qilayotgan odaminglarda ham uni ham muammosi bor. Ancha yengil bo'ldim, sizlarni yaxshi ko'raman. Alloh sizlarni sababchi qilgan, sizlarning e'tiboringlar bilan shuncha shu yoshga kirdim, shu darajaga yetdim. Sizlar mana shu bitta laykinglar, bitta kommentinglar bilan men reklama oldim, pul topdim, pul yig'dim, biznes ochdim. Xullas, sizlar sababchisizlar. Kattakon rahmat. Ota-onamga rahmat aytaman, singillarim, buvim, dadam, hamma yaqinlarimni men juda yaxshi ko'raman. Bundan buyog'iga faqat ular uchun yashayman. O'zinglar ehtiyot qilinglar. 28 bahorim menga muborak bo'lsin. Happy birthday to you. Sog' bo'linglar.